1399-yili qish faslida Amir Temur Qorabog'da qishlayotgan paytda Min sulolasining asoschisi Xitoy imperatorining vafot etgani haqida xabar keldi. Xabarda go'yo marhum imperator o'limidan oldin qandaydir arzimagan bahona bilan 100 ming musulmon fuqarosini qirib tashlashga farmon bergani va shu yo'l bilan o'z mamlakatini islomdan batamom tozalagan degan mubolag'ali ma'lumot ham kelgan edi. Tabiiyki o'zini dini islom homiysi hisoblagan sohibqiron shakkok imperatorning aqlini kiritib qo'yishga qaror qilgan edi. Kastiliya elchisi Rui Gonzales de Clavijo o'z kundaligida Amir Temur huzurida bo'lib turgan paytda Samarqandga kelgan Xitoy elchilarining tashrifi haqida quyidagilarni keltiradi. Shu yili iyun oyida Kambalik shahrida qariyb 8 tuyadan iborat savdo karvoni Samarqandga keldi. Samarqandda turgan Temurbek Xitoy elchilarining talabidan g'azabi qaynab, karvonni shahardan chiqarib yubormasdan tutish haqida farmoyish berdi. Mazkur voqealar bayonini ingliz adibasi Hilda Hookham o'zining 7 iqlim sultoni asarida quyidagicha tasvirlaydi. 1403-yili Min sulolasining yosh valiahdi o'z amakisi tomonidan tormor etildi. O'sha amaki Samoviy saltanatning poytaxti Nankingni egallab o'zini Xoqon Yunlo deb e'lon qildi. Xitoy elchisi Fuan va uning guruhi Movorunnahrdan qaytmagandi. Min sulolasidan chiqqan yangi Xoqon Temur huzuriga boshqa elchi yuborarkan, Fuanni ozod qilishni, an'anaviy o'lpon yuborish va uni e'tirof etishning boshqa choralarini ko'rishni talab qildi. Clavijo yetib kelganda elchi hamon Samarqandda edi. Shubhasiz u o'sha ispanlar qarshisida kamsitilgan Temur qabulxonasining eng quyi joyiga o'tkazilgan mursal elchi edi. Xitoy Xoqoni o'lpon talab qilmoqda va bu o'lponni sohibqironning o'zi olib borishi lozim edi. Kutilmaganda yuqorida tilga olingan diplomatik ko'ngilsizlik ro'y berdi. U Kastiliya qirolining choparlari huzurida Chin elchisini beixtiyor tahqirlab qo'ydi. Bu esa urush e'lon qilishga o'xshab qoldi. Endi ikki o'rtada urush bo'lishi muqarrar edi. Buni major sayyoh olimi Hermen Van Beri o'zining Buxoro yoxud Movorunnahr tarixi kitobida shunday tasvirlaydi. Turli elchilarga rasmiy qabul majlisida ham Temur Xitoy imperatorining elchisiga o'zining ko'ngli bo'lmaganligini anglatgan edi. Binobarin Osiyoning yarimni fath etgan shavkatli kambala Xitoy hukmdorining elchisi uni yillik xiroj to'lab turishga ko'ndirmoqchi bo'lganda Temur g'azabiga chiday olmagan edi. Masxaralangan izzat nafsi unga hech bir tinchlik bermadi. Urush bo'lishi aniq edi. Sohibqironning Xitoyga yurishiga bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ulardan biri anchadan buyon aniqlanmay kelayotgan munosabatlarga aniqlik kiritish bo'lsa, yana biri Amir Temurning o'zini muqaddas islom dinining homiysi va himoyachisi deb e'lon qilgani va shu sababdan g'ayridinlarni islom diniga kiritishni o'zining maqsadi deb e'lon qilganligida edi. Shuningdek, bu yurishdan ko'zlangan maqsad Xitoyning Mo'g'ulistonni bosib olishga yo'l qo'ymasligi edi. Temur bordi-yu Xitoy Baykal va Amurgacha mustahkamlanib olsa, Qashqar va Junqoriya tarafidan uning saltanatiga tahdid solishi mumkinligini inobatga olgandi. Ammo shu narsa aniqki, bir mintaqada ikki kuchli imperiyaning mavjudligi ularning manfaatlariga to'g'ri kelmas va ulardan faqat bittasining bo'lishini talab qilardi. Buni ingliz yozuvchisi Hilda Hookham quyidagicha tasvirlaydi. Temur hokimiyat tepasiga kelgan birinchi kundan boshlab Xitoyda hokimiyatni qonunga xilof ravishda tortib olgan shaxslar hukmronlik qilib kelardi. 7 qalandar bir bo'yraga sig'gani bilan 2 podsho 7 iqlimga sig'mas. Bu savolga Temuriylar davri tarixnavisi Sharafiddin Aliyazdiyning zafarnomasida javob topgandek bo'lamiz. Muallifning guvohlik berishicha, bu mahaldakim Hazrat Sohibqiron Shom va Rum va Gurjistonda va Eronning bo'lgan viloyatlarini zabt qilib, yana qayta viloyatiga, ya'ni Samarqandga davlat va saodat bilan kelib tushdi va to'ylar qilib necha kun ayshu farog'at qilgandan so'ng shahzodalar va beklar bilan kelishib dedikim: Hazrat Parvardigor bizga mundoq davlat berdikim, olamni qilich zarbi bilan oldik va yer yuzidagi podshohlarni muntu qildik. Valhamdulillah taolokim ul nimakim bizga muyassar bo'ldi. Podshohlardan kam kishiga muyassar bo'lgandir. Endi xotirimizda andoq kecharkim, bundan nari kofirlar sari mutahajjib bo'lib g'azzo qilg'aybiz va ul dinsizlarni diyonati ilohiy bilan iymon yo'liga kiritgaybiz. Xitoy chin sori yurg'aybiz va andagi butxonalarni va otashkandalarni buzdirg'aybiz va ularning o'rnida masjid va xonaqohlar imorat qilg'aybiz. Shahzodalar va beklar barcha tillarini duo bilan ochib, sitoyish va ofarin qildilar. Yana bir o'sha davr mualliflaridan biri Muiniddin Natanzi yuqoridagi o'xshash fikrlar bilan guvohlik beradi. Chunonchi u o'z asarida shundan so'ng sohibqiron komronlikdan jahonbonlikka tutindi va mulku millat, dinu davlatni mustahkamlash yuzasidan durust fikrlar qila va ma'qul rejalar tuza boshladi.
Endi yoshi ulug'ligida Sulton Sohibqiron ko'p yillardan beri sharif xotirada mustahkamlab va qat'iylashtirib kelayotgan niyatiga binoan g'olib askarlarni Xitoy tarafga otlantirib, ul sarhadlarni kofirlardan tozalashga qaror qildi va bu borada ayonlar va arkoni davlat bilan mashvarat o'tkazdi. Barcha bir ovozdan bu niyatni ma'qullashda bir ovozdan mubolag'alar qildilar, deb qayd etadi. Fransuz tadqiqotchisi Lucien Keren yuqoridagi sabablarni rad qilmagan holda 69 yoshli Fotihni Chinni fath etish haqidagi o'ylantirgan narsa bir tomondan Movarounnahrni Chin imperatoriga bog'lab turgan, yillar o'tishi bilan susayib qolgan vassallik rishtalarini uzishni istashida edi deb ko'rsatadi. Nihoyat to'y tomoshalar poyoniga yetgach, Sohibqiron Koniguldan ko'chib shaharga qaytdi va Bibi xonim madrasasida to'xtab, Xitoyga bo'ladigan yurish masalalari hal qilingan maxfiy kengash o'tkazdi. Kengashda Mironshoh Mirzo, Shohruh Mirzo hamda Umarshayx Mirzoning o'g'li Iskandar Mirzodan boshqa barcha shahzodalar, no'yonlar, dorug'alar, Berdibek, Xudoydod Husayni, Dodmalik, Pir Muhammad To'g'aybuka, Shoh Malik, Shayx Nuriddin, Saodat Toshtemir kabi nufuzli amirlar chaqirildi. Maxfiy yig'ilishda bu katta yurish ikir-chikirigacha bir boshdan tahlil qilindi. Majlis nihoyasida Amir Temur ulug' amirlari va boshqa mutasaddilarga beto'xtov el yurtlariga borib, lashkar to'plash, qurol aslaha, ot ulov va bir oyga yetgulik oziq-ovqat zaxirasini tayyorlashni buyurdi. Shuningdek, bo'lajak yurish xayrli tugash haqqiga qurbonlik so'yilib, shahzodalar, amirlar va boshqa hukm farmonlar darajalariga yarasha qimmatbaho sarpolar, shamshir va xanjarlar, tilla va kumush kamarlar, asl zotli arg'umoqlar bilan siylanib, yurtlariga qaytishga ijozat oldilar. Taqdirlanganlar farzandu nabiralar qatorida yoshgina Ulug'bek Mirzo ham chetda qolmadi. Unga Toshkent, Sayram, Yangikent, Taroz, Ashpara va Jeta viloyatidan Xitoygacha bo'lgan yerlar suyurg'or bo'ldi. Ulug'bek Mirzoning inisi Ibrohim Sultonga esa Andijon, Aqskent, Qoshg'ardan Xotangacha bo'lgan hudud berildi. Bu ikki nabiraga berilgan yerlarning talay qismi hali Amir Temur saltanatiga tobe bo'lmay, bo'lajak yurishda ularni zabt etish allaqachonlar rejalashtirib qo'yilgan edi. So'ngra Hazrat Sohibqiron Xitoy sari cherik tortmoqlikka azm ayladi va buyurdi: Biz Mashriq mamlakatini va ul tomon kofirlarni zabt etmoqlikni maqsad qilib qo'yganligimiz uchun sizlar to biz ul yurishdan qaytib kelgunga qadar har qaysingiz o'z sarhadlaringizda bo'lib, aqlashilgan qaror, yosoq uslubi va ulug' to'ra yo'lidan chetga chiqmasligingiz lozim. 1404-yilning kuz kunlaridan birida Ko'ksaroyda o'tkazilgan harbiy kengashda Xitoyga yurish kelgusi yil 1405-yilning bahorida boshlashga qaror qilindi. Kengashda har bir qo'shinning yurish paytidagi o'rni aniqlanib, qishlaydigan joylar belgilandi. Amirzoda Halil Sulton bilan Amirzoda Ahmad va Borong'or o'ng qanot amirlari Xudoydod Husayni, Shamsiddin Abbos va boshqalar Shohruxiyya, Toshkent va Sayramda. Amirzoda Sulton Husayn Javong'or so'l qanotning bir qismi bilan Yassi Turkiston va Sabranda. Amir Temurning o'zi qo'shinning markaziy qismi va nabiralari Mirzo Ulug'bek, Ibrohim Sulton, Jahongir Mirzo va boshqa amirlardan Berdibek, Shoh Malik, Shayx Nuriddin, Sorbug'o va Xo'ja Yusuflar bilan Oqsulotda qishlaydigan bo'lishdi. Konigulda to'y tomoshalardan keyin Keksa Temur yana davlat ishlari bilan band bo'ldi. O'yin-kulgu man etildi. Rasmiy harbiy mashvaratlarda aslzoda shahzodalar va amirlar Sohibqironga sodiq ekanligi xususida ont ichdilar. Dini islomni siquvga olgan Min Xoqoniga qarshi urushda agar zarur bo'lsa jonlaridan kechishga va'da berdilar. Agar bundan oldin Temurning qudratli qo'shinlari jinoyat qo'shini bo'lgan bo'lsa, endi Xitoy xoqqanotidagi butxonalarni yakson qilib, poklanish marosimini o'tkazish va Allohning rahmatiga vosil bo'lish uchun qulay fursat vujudga kelgandi. Mazkur taqvodorlik ishi o'tmish xatolarini tuzatishda yordam bergan bo'lardi. U o'z odatiga amal qilib, qurultoy chaqirib to'planganlarga qarata: "Mening taxtga chiqqanimga ko'p yillar bo'ldi. Bu yillar ichida qalbimda ko'p gunohlar yig'ilib qoldi. Sizlar bilan birga men ko'p musulmon qonini ham to'kdim. Ammo buni oliy adolat talab etardi. Endi men bu qonni yuvish zaruriyatini his qilyapman. Uni majusiylar qoni bilan yuvmoqchiman. Shu sababli Xitoyga yurish e'lon qilaman." Shundan so'ng yurishga tayyorgarlik ishlari boshlab yuboriladi. Bu manzara Muiniddin Natanziyning asarida quyidagicha o'z ifodasini topgan. Shundan so'ng farmonga ko'ra dargoh farroshlari safar sarpolarini tashqariga chiqarishdi. Yurish ovozasi koinotga g'ulg'ula soldi va lashkar daryolari jo'sh ura boshladi. Temur o'ziga kelgach otlanish kerak bo'lgan ufqlar tomon jo'nashga tutindi. U tevarak atroflarini, ayrim mamlakat va yurtlarni o'ziga xos qilib olishni niyat qildi.
o'z odatiga binoan yurish jilovini Xitoy tomonga burdi. Chunki uning gumonicha bu eng to'g'ri yo'l edi. O'z askarlariga xabarchi yuborib 4 yil yoki undan ham ziyodga yetadigan tayyorgarlikni ko'rib, hozirlanishni xabar qildi. Saltanatning barcha burchaklaridan til va e'tiqodi turlicha bo'lgan lashkarlar Samarqand atrofida yig'ilib, shaharning hunarmand tikuvchilari ularga pishiq kiyim-boshlar tika boshladilar. Ulug' amir esa o'z topshirig'iga ko'ra ancha paytdan beri Chin yo'lida joylashgan davlatlarning yo'llari, harbiy salohiyati, tabiiy boyliklari va iqlimi bo'yicha yig'ilgan ko'pdan ko'p ma'lumotlarni diqqat bilan o'rgana boshladi. Videoni davomini keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha